Gepatit Cga dori e'tibor qilishingiz mumkin. Pechasi bor, sotish taqiqlanadigan. Safosbuvir 400 и doklatatsiya 60. Bemor bilan suhbatlashganimizda shu ariza tashlaganlaridan keyin 6 oy davomida 5-6 marta borib keldim. Keyin dorini oldilar. Asosiysi bepul oldilar. 750 mingdan 700 minggacha narx. Gepatit C bo'lsa, обязательно iloji boricha tezroq dorisini ichish kerak. Ko'pincha kutishni ham tavsiya qilmayman haligi kelishini. Dori ichsa yaxshi, tuzalib ketadi gepatit C и butunlay qaytalanmaydi. Agarda boshqa genotipini qayta yuqtirib olmasa. Gepatit C 100% tuzaladi va gepatit C ni dorisini 3 oy ichgandan so'ng nega IFAda положительный rezultat bo'ladi degan savolga men уже javob berib o'tib ketaman. Chunki bu savol ko'pchilikni qiynayapti. Birinchidan, gepatit C 100% davolanadi va bundan вообще xavotir olishga ehtiyoj yo'q. Gepatit C dan davolangandan keyin IFAga analiz topshirilmaydi. Chunki IFAda faqat antitelalar ko'rsatiladi, ya'ni virus siz organizmingizda bo'lib o'tgandan keyin, ya'ni sizni organizmingizdan chiqib ketgandan keyin ham o'sha virusga nisbatan antitelalar qoladi. Ya'ni siz sog'lom bo'lsangiz ham IFAda положительный rezultat olishingiz mumkin. Siz to'liq davolanganingizni bilish uchun PCR analiz topshirishingiz kerak va PCRda virusning RNKsini ko'rish kerak. Agarda virusning RNKsi PCR aniqlanmasa, siz 100% tuzalgan bo'lishingiz mumkin. Tuzalmay qolgan holatlar ham bo'ladimi deyishadi, savol bor. Albatta bo'ladi. Bunga asosiy sabab insonlar birinchi dori ichishni boshlashdan oldin o'zining immunitetini mustahkamlab, qonni ko'paytirib olish kerak, organizmni kurashga tayyorlash kerak. Любой protivirusный, protivbakterialniy preparat inson immuniteti bilan birgalikda o'zini ishini bajaradi. Shuning uchun dori ichish paytida iloji boricha qo'shimcha kasalliklarni orttirib olmaslikka, ya'ni shamollash, gripp shunga o'xshash kasalliklarga chalinmaslikka harakat qilish kerak. Davolanishdan oldin обязательно virusolog infeksionist ko'rigida va nazoratida bo'lishingiz kerak va uni maslahatlariga amal qilgan holatda dorini ichishlaringizni tavsiya etaman. Ko'pchilik masalan qonida ALT bilirubin miqdori oshgan holatda va qoni kam holatda dori ichishni boshlashni o'zlaricha yo'lga qo'yishadi va bunda kerakli natijaga erishilmaydi. Eng avvalo birinchi organizmdagi barcha patologik jarayonlarni yo'qqa chiqarish kerak va qon analizlari hammasi yaxshi bo'lgandan keyin virusga qarshi dorini ichishni tavsiya qilaman. Hozirgi kunda dorilar juda ham ko'p va hozir davlat tomonidan bepul berilyapti.